Застройщик akalar bo'lsa, surishni aloqaga chiqinglar. Или kottejni garodok qurmoqchi bo'lgan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'ydi. So'ttigini $10,000 dan Toshkent shahri ichidan topib qo'ydim. Narxlar faqat eng foydalida. O'shaning uchun podpiska tashlab, podдержка qilib turish esdan chiqmasin. Sizlar uchun xizmatdamiz. Uyimizni katta yo'lni 30 metr kirib kelganda ikkinchi liniyada joylashgan. Uyimizning fasadi 27 metr. Ichkariga 30 metr, to'g'ri burchak. Dokumentatsiya bo'yicha 8 soti plus 6 soti zahvatimizda bor. Uyimizning territoriyasi mana shu uyimizning oxiri bilan tugirkan. Bu yerda mana shlakoblokka boshlanish mana shu temirgacha ekan. Plus tushuntirib o'taman zahvatni. Mashitdan bu yoqqa mana shu to'g'ri burchak bu zahvat 6 soti. Okalar uyimizning boshidan oxirigacha 45 metr. Uzunligi fasadi 40 metr. Nima dokumentlar bular aka? Mana uy hujjati. 8 sotik. Plus 676 noqonuniy egallangan zahvat. To'xtang. Bunga nalog to'laysiz-mi? To'lanadi hammasi. Reyestrga уже topshirgansiz zaявka. Qo'yganman, уже e'tirofda endi ko'rib chiqilayotgan ekan. Xudo xolisa, xo'p. Hop. Yangi Toshkent direksiyasidan hujjat. Bu mana bu territoriya snos bo'lmasligi. Yo'q. Snos bo'lmaydi. Shu haqida Ma'lumotnomasi. Okalar uyimizning opsiya narxi $140,000. Pastdagi raqamlarga telefon qilib, tezroq aloqaga chiqib baraka qilinglar. Uyimizning oldida 39 banlisi joylashgan. Katta yo'liga 5 minutlik yo'l, maktab bog'chaga ham 5 minutlik yo'l ekan. Uyimizdan 5 minutda Qo'yliqotdan masjidga chiqsanglar bo'ladi. 7-metro bekatiga chiqasizlar. Qo'yliqotda bozor, Arintir, Uzgazoil zapravka.